Hozir bir odamniki eng kuchli iqtidori balkim pingbili, ya'ni axlat uchuridan o'zini tusish iqtidori bo'lishi mumkin. Chunki biz hamma odam parang sola oladigan uchur dengizi, uchur ko'pki orasida yashayapmiz. Ham bu uchurlar orasida o'zimizni yutirib qo'ydik. Biz kunda necha soat, hatto 5-6 soat cho'ngi tashkilot odamlargacha, kichki qit'alar orasidagi ziddiyatlargacha hamma ishni o'rganib turyapmiz. Lekin bizning mingimizning sig'imi aran 5%. Biz haddidan ziyoda o'zimizga munosabatsiz uchurlarni jiq yig'ib olib, o'zimizning turmushimizdagi amaliy masalalar, o'zimizning turmushimizdagi mehr, muhabbat, munosabatlarni bir taraf qiladigan vaqtimiz chiqmay qoldi. Shuningdek, mushundaq bir vaqtida bir odamniki eng kuchli iqtidori cho'qim pingbili, ya'ni o'zga munosabatsiz ko'pikdek mushundaq dengizdek uchurlardan o'zini etib etish, ya'ni pingbi qilib etish. Biz eng oxirida yana lekin o'zimizniki konkretni turmushiga yuzlanib, konkretni masalamizni hal qilib yashaymiz. Shuningdek, biz mushu uchurlar orasidan faqat o'zimizga munosabatlik, o'zimizning kasbimizga, o'zimizningki oilamizni baxtli qiladigan, o'zimizningki kasbimizni rivojlantiradigan mushu munosabatlik uchurlarni lekin so'zib olishni o'rganib olishimiz kerak. Ondan mush so'zvaga uchurlarimizning ichidan mo'taqi ras yolg'onini ayriya oladigan bo'lishimiz kerak. Chunki hozir har qanday bir ovoz, har qanday bir nuqtai nazardan keyinda mutlaq qo'llab-quvvatlab turadigan liq odamlar bor. Shuningdek, mushundaq vaqtlarda bir odamningki pingbili, ya'ni o'zini uchurlardan itish iqtidori bilan oq-qorni ayirish, hukm qilish iqtidori bizni baxtga texim yaqinlashtirishi, biz bilan boshqalarningki farqini chiqarib qo'yishi mumkin.